Ustiga bazaltni qiyshurdi, ishi bo'rtib chiqib qolibdi ko'lar yog'i. Fasadingizdagi g'isht o'zi 2-3 santimetrga noto'g'ri urilgan ekan. Boshqa ilojimiz yo'q edi, shunday qiyshiq urishga majbur bo'ldik. Agar sizning imoratingiz 2-3 santimetrgacha ham qiyshiq urilgan bo'lsa, bu degani bazaltda ham qiyshiq urish kerak degani emas. Bu shunchaki tajribasiz ustalarning gapi xolos. Bu muammoga professional yechim bor. Agar videoni oxirigacha ko'rsangiz, men sizga tushuntirib beraman. Birinchi qiladigan ishimiz imoratni tekis-notekisligini ip tashab, ip bilan aniqlab olamiz. Undan keyingi qilinadigan ish ipga qarab bazaltni terib chiqishni boshlaymiz. U uchun bazaltni orqasiga qanaqa kley berish kerak? Tochka kley berish kerak. Tochka kley nima funksiyani bajaradi? Devor qiyshiq yoki tekis-notekisligini o'sha tochka kley bilan aldab tekis уровеньni olib chiqamiz. Unda bazaltni og'irlik qilib bazalt tushib ketmaydimi deb siz savol berishingiz mumkin. Bu yerda bazaltni orqasidagi kley bazaltni 10-20% ko'tarib turish funksiyasini bajaradi. 72 kvadrat bazaltga 5 ta dyubil zontik urganimizdan keyin ana o'sha dyubil zontik 100% bazaltni ko'tarish funksiyasini bajaradi. O'shandan keyin 100 kilogacha ham odam bazaltga osilsa, bemalol ko'taradi bazalt. Agar siz ham tajribasiz ustalarga aldanib qolishni xohlamasangiz, albatta Teplomasterga murojaat qiling.